Cho'pon har mahal qo'ylarini qo'rasiga qamagandan keyin qo'ylariga qarab oyatul kursiyni o'qir ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum deb oxirgacha o'qir ekanda, undan keyin qo'ylari tomon shuf derkan. Suf derkan. Va uyga kirib ketar ekan. Boshqa qo'ylarni, boshqa cho'ponlarning qo'ylariga bo'rilar, o'g'rilar, qanaqangidir kasalliklar kelsa, buning qo'ylariga hech qanaqangi kasallik, bo'rining hujum qilishligi, o'g'rining hujum qilishligi, qanaqangidir talofotlar bo'lmas ekan. Bir kun aytadi cho'pon, bir kun keldim, yomg'ir yog'ayotgan edi. Yomg'ir yog'ayotganida men qo'ylarimni xonasiga, qo'rasiga qamadimda, undan keyin yugurib uyga kirdim. Yugurib uyga kirganimdan keyin kiyimlarimni almashtirib, kiyimlarimni quritib, choyimni ichib bo'lganimdan keyin esladim. Men bugun qo'ylarimni qamaganimdan keyin oyatul kursiyni o'qidimmi yoki yo'qmi dedim. Va esladim, bugun o'qimagan ekanman. Yarim tun bo'lgan. Yarim tunda chiqdimda qo'yxona tomonga qarab oyatul kursiyni o'qidim.